Agar olmoqchi bo'lsangiz, mashinani asl narxi 22 ming. Xo'p desangiz, zakladingizni ham olaman. To'xtanglar. O'rtog'im sal hazilkashga oka e'tibor qilmaysiz. Yana hazil qolsanmi? O'zinglar birinchi kelishib olinglar. Bo'ldi, hozir bir gaplashamiz. Menga qara, esing joyidamisani? Tuppa-tuzu klient topib qo'yinman. Sotib o'rmaysanmi? O'zing-ku kecha yalinib kelgan yaxshi narxga sotib berganda. O'rtoq, men o'z qo'llarim bilan olib keldim mashinani, to'g'ri. Sotib ber deganim men. Lekin aybini yetib sotish kerak emasmi? Menga qara, ko'rinib turibdi, instans bo'layotgani. Mashinani tushunmaydi, foydalanish kerak. Buni haqqichi? Og'ayni, mashina bozor deb qo'yibdi buni. Sotilsa bo'ldi emasmi? Shunaqa degin. Kecha mashinamni sotib berdi oldinga borganimda. Menga nima deding? Tak, bo'ldi o'rtoq. Bugun emas, ertaga bir obeddan keyin mashina bozorga olib chiqib sotib yoramiz. Mashina bozorga ertalabdan olib chiqqan yaxshi emasmi? Ertaga bolamni doktorga borishim kerak. Bilasan-ku, tug'ma ko'zi ojiz tug'ilgan. Shunga bir oyda bir marta doktorga borib turmasam bo'lmaydi. Birovning haqqi shunaqa narsa ekanki, agar uni qaytarib bermasang, aylanib yo molingdan qaytarkan yoki bolingdan. Menimcha, bolada ayb yo'q edi o'rtoq. Mashinamni sotib gunohga botmay qo'ya qol.